Assalomu alaykum ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari. Marhamatdagi ishimiz jadallik bilan ketyapti. E'tibor beringlar. 290 bo'ldi balandligi. Qorin tepasi. Bu oralig'imiz 480 bo'ldi. 480 ga belari olmasin deb yog'ochdan ferma qilib qo'ydim. Orasini 50 sm ochib turib ferma qilib qo'ydim. E'tibor beringlar. Yonimizdagi cherdaklar azmin kichikroq bo'ldi, joyiga moslandi. Mana yonboshidagi cherdaklarimiz kattaroq bo'ldi. 1.60 ichi bo'ldi, 40 sm g'ish aylandi. Nihoyatda chiroyli bo'lyapti. Mansarda bo'lyapti. Tagini pol qilib qo'ydik. E'tibor beringlar. 50 sm shapga chiqardik. Uchidan 1.20 sm ichkariga tortib qo'ydik. Nihoyatda go'zal, nihoyatda baquvvat bo'lyapti, xudo xolasa.